Chinobod Shalolem mahallasidan yangraydi chempionlar ovozi. Har bir yurakda uyg'onadi g'urur, shijoat, orzu izi. Maydonlarda ter to'kilar intizom bilan o'tadi har mashg'ulot. G'alaba sari eltadi bizni sabr, mehnat va harakat. Bolalikdan katta maqsad chempion bo'lish yo'li. Har qadamda mustahkamlanar iroda, qalbning kuchli qo'li. Attami uzra porlaydi yoshlarning jasur nigohi. Abduhamidov jamoasi yuksaklik sari yo'l chirog'i. Ibray bo'ylab taraladi bizning birlik sadosi. Bir maqsad, bir qo'yar g'alabaning eng toza ovozi. Kimdir yiqilsa ham yana turadi kuchliroq bo'lib. Chunki orqada turibdi jamoa ishonch bilan to'lib. Har mashg'ulot bu sinov, har ter to'kish bu g'alaba. Orzulari osmoniga tertadi har bir qadam, har daqiqa. Bizning yo'limizda yo'qdir hech qachon taslim bo'lish. Chunki qalbda yonib turar chempionlikka intilish. Chinobod Shaloladan yangraydi chempionlar ovozi. Maydonlarda porlaydi g'oliblarning yulduzi. Qibray birlashgan kuch Abduhamidov jamoasi. Yengilmas iroda bilan yozilar bizning tarixi. Chinobod Shaloladan yangraydi chempionlar ovozi. Taekwondo yo'lida baland bizning parvozi. Birlik, mehnat, intizom bizning eng katta kuchimiz. Abduhamidov jamoasi faxrimiz, kelajagimiz. Yoshlik o'tadi tez, lekin qoladi izlar abadiy. Kim mehnat qilsa o'sha bo'ladi ertangi kunning haqiqiy. Bugun ter to'kkan qo'l ertaga ko'tarar bayroqni baland. Shu sabab har mashg'ulot biz uchun eng muhim qadam. Ustozning har bir so'zi hayot uchun katta sabot. Intizomli bo'lgan inson hech qachon bo'lmaydi ojizroq. Biz bir oila bo'lib oldinga yuramiz birga. Abduhamidov jamoasi kuchli qalb, katta irodaga.